Qovog'i tushgan qizlarimiz uchun eng zo'r ideal makiyajni bugun ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va o'rganing. Qoshimizni chiroyli qilib fiksator yordamida tepaga tarab qo'yamiz. Keyin esa Vivin Sabo 04 karandashi bilan yo'q joylarini chizib tarab qo'yamiz. Dartek konsiler yordamida tagini tekislab olamiz hamda pudra surtib chiqamiz. Pudra bizga tenni yaxshi yotqirish uchun yordam beradi. Korishnovoy tendan foydalanamiz. Yaxshilab yotqirib olganimizdan so'ng to'q korishnovoydan yana foydalanamiz, chunki qovog'imiz tushgan joyni yaxshilab ko'rsatib berishimiz kerak. Mana shunaqa qovoqchalardan foydalanib, singan skladka joyiga qovoqni ho'llab yopishtiramiz hamda uxachiska yordamida suvini olamiz. Keyin esa shunaqa glitterlar, oddiy blesklar yordamida, kley yordamida yopishtirib chiqamiz. Endi esa kayal ko'zimizni chiroyli qilish uchun, virazitina qilish uchun yordam beradi. Ko'zlarni ochiq holatda chizsangiz juda ham zo'r bo'ladi, chunki yopgan payt boshqacha bo'ladi qovoq, ochgan payt qovog'imiz boshqacha bo'ladi. Podvodka chizib bo'lgandan so'ng atroflarini ortiqchasini tonalka yordamida chizib artib olamiz. Kipriklar yopishtiramiz, tushlar bilan chiroyli qilib tarab qo'yamiz. Makiyaj yoqqan bo'lsa, sinab ko'ring hamda otzivingizni kutib qolamiz. Qizlar, sizlarga yoqqan bo'lsa, bu videoni saqlanch qilib qo'ying. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Undan tashqari qanaqa videolarni ko'rishni xohlaysiz, nimalarga qiynalasiz, sizlar yozinglar. Men shular haqida videolar olishga harakat qilaman. Sizlarni sevuvchi Nigarim.